14 milyon 500 ming so'm sovg'a tekinga qo'shib beriladi desak ham adashman bo'lamiz. Sababi shu ko'rib turgan sovg'alar mutlaqo tekin. Undan tashqari omadli do'stlarga bir dana sovg'alari bor. Assalomu alaykum qadrli Davlatbek 300 kanali obunachilar hamda dillar 300 klientlar hammaga yaxshi kayfiyatlarimiz xudo xolasa biza ishlarimizni boshlab olganmiz. Bemalol kelaverasizlar. Qaranglar obunachilar, bugun Davlatbek 300 kanali uchun alohida video tayyorlaganmiz, alohida aksiyalar tayyorlaganmiz. Bu faqat Davlatbek 300 kanalidan ko'rib keldim degan obunachilarimizga amal etadi bugungi aksiyamiz. Qaranglar, bugungi главный temamiz konditsionerlara bo'ladi. Sababi endi уже eldimiz qish, kuz fasli keldi, уже joylarimiz sovishni boshladi. Yana qishda eng kerak bo'ladigan bizlara konditsionerlar bo'ladi. Konditsionerlara alohida dinli aksiyalarni qo'yib beramiz. Bu nechik bo'ladi? Qaranglar, bizda konditsionerlar hozirgi kunda skidka bo'lib turibdi. Skidka plus aksiya jarayoni. Qaranglar, nechik bo'ladi bu? 5,5 million so'mdan sotilgan konditsionerlarimiz 3,5 million so'mga tushdi. 6 million so'mdan sotilib turgan konditsionerlar 3 million 300 ming so'mga tushdi. Xullas, har xil brendni o'ziga yarasha skidkalarni qo'yganmiz. Hozirgi kunda skidka jarayoni ketib turibdi. Yo'q, men Davlatbek 300 kanalidan ko'rib keldim. Alohida aksiyalari bor. Shu kanalga like bosdim, qo'llab-quvvatlab turibman degan obunachilarimiz uchun ajoyib alohida taklif. Qaranglar, bu yerda inverter modelda o'zingiz xohlagan turda bir dana konditsioner xarid etib olasiz. Masalan, mana TCL brendidan DC inverter modelimiz bor. Buning narxi 5 million 200 ming so'm turadi. 5 million 200 ming so'm turadi. Masalan, Hisense brendi bor, 5 million so'm turadi. Rules brendi bor, 7H brendi bor. Masalan, mana 7H brendidan yangi konditsionerga bular дополнительный teni bor. Ya'ni qo'shimcha issiqlik degani bir katta xonangizni bemalol qishda bir futbolkada yursanglar ham bo'ladi. Inverter modellarini eng zo'r aksiyalarni qo'yganmiz. Qaranglar, aziz obunachilar, qisqa aytib aytaman. Davlatbek 300 kanalidan ko'rib keldim, aksiya bo'yicha keldim degan obunachilarimiz uchun addinli taklif. Endi bir dana konditsioner xarid etib olasizlar, o'zingiz xohlagan turda. Liboy birsini xarid etib olasizlar. Qoraqalpog'iston, Xorazm bo'ylab dostavka plus ustanovka uyingizga olib borib o'rnatib berish xizmatlari ham besplatni bo'ladi. Undan tashqari bir dana konditsioneringizni bir dana polavtomat kir mashina. Bu polavtomat kir mashinamiz ayollarning orzusi deb atasak ham bo'ladi. Sababi addinli dasturxonlarni, masalan, noskilarni, shuna o'xshagan kiyimlarni alohida addinli yuvish uchun bir dana polavtomat kir mashinasi mutlaqo tekinga qo'shib qo'yadi. Undan tashqari bir dana pilisosi kamida million turadi. Katta bir zalni bir marta ish qo'shgan vaqtda ishlatib chiqaradi. Original pilisosidan bir dana ayollarimizni orzusi bo'lgan kastrulkalar to'plami, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 tanalik original kastrulkalar naborini shuni ichida bo'ladi. Undan tashqari kamida million turadi elektromisrovkasi, bir dana sok chiqaradi, bir dana kukmara, 1, 2, 3, 4, 5 tanalik kapkiri cho'mish ham chiqadi. Original nabori. Xullas, shu yerda ko'rib turgan barcha sovg'angizni bir dana konditsionera tekinga sovg'a etib beramiz. Undan tashqari bize like bosdik, kommentariy yozdik, qo'llab-quvvatlab turibmiz. Obunachilarimizga omadli do'stkamizdan bir marta sovg'a tortish imkoniyati beriladi. Bu omadli do'stkamizdan hozirgi kunda 2 metrlik, ya'ni 8 million 500 ming so'mlik xolodilnik qo'yilgan. Undan tashqari 65 dyumlik katta televizor utib olish uchun imkoniyatlaringiz bo'ladi. Omadli sinab tortasiz, xolodilnik yoki bir dana konditsioner imkoniyati bor. Konditsioner, xolodilnik, televizor, kir mashina, xullas 60 dana sovg'amiz bor. Omadli do'stga tortasiz, omadingizga nov chiqsa shu tekinga sovg'a etib beriladi. Lekin bir dana sharti bor. Omadli do'stga ishtirok etish uchun biza Davlatbek 300 kanalini ko'rib keldik, like bosdik, kommentariy yozdik deb qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimiz uchun amal etadi bu. Qaranglar, sizlarga bir prosta hisob kitob aytib ko'rsataman. Misol uchun 5 million 200 ming so'mlik konditsioner xarid etib oldingiz. Eng zo'rlaridan birisini qarang, 5 million 200 ming so'm oldingiz deydi-da. Bir dana polavtomat 900 ming so'm turadi. Polavtomat kir mashinasi bilasizlar, oddiy kichkina narsa emas. Qaranglar, endi masalan qarang, 5 million 200 oldingizmi? Bir dana konditsionerni dostavka ustanovka etib beramiz. Bir dana polavtomati 900 ming so'm turadi. Bu tekinga sovg'a etib beriladi. Endi 1 million so'm turadigan pilisosi 3 million 300 mingga qoldimi? Bir dana kastrulkalar original nabori buni addinli sotib olsangiz 300 ming, 250 ming, 200 ming. Shu o'rni o'zinda 450, 600, 700, 800, 950 ming so'mlik nabori
950 ming so'mlik original nabori. Undan tashqari bir dana elektromisrovkasi. Bu ham 900 ming so'm turadi deyak. Biz 1 million so'm sotamiz. So'qchi radon 650 ming so'mlik Viking Germaniya brendi ostida ishlab chiqarilgan original so'qchi radon bo'ladi. 800 ming so'mga qaldimi? Endi Kukmara qozonlar to'plami o'zi qaranglar. Hozir shu o'rni o'zida size 800 ming so'mga konditsioner qolib turibdi. Lekin hali bu yerda eldimizda 1 million 500 ming so'mlik Kukmara original qozonlar to'plami tekinga qo'shib beriladi. 700 ming so'm уже plyusga o'tdingiz. Keyin oxirida 700 ming plyusga o'tdi. Men rahmat, roziman deb chiqib ketib o'tirgan vaqtingizda Omadli doskadan sovg'a tortish imkoniyati berildi. Omadingizni sinab ko'rdingiz. Yine mesela bir tane 65 düymlük yani 9 milyon so'mlik televizor utib oldingiz. Bunu ham şimdiyle tekinga chiqarib beramiz. Shunda qaranglar. 900 ming so'mga 950 ming so'mga baholadik. 1 Plisosni 1 milyona baholadik. 2 Kastulkalar naborini 950 ga baholadik. 3 1 milyon so'm elektromisrovka. 4 birden 650 ming so'mlik so'qchi radon ve 1 milyon 500 ming so'mlik Kukmara original qozonlar to'plamini tekinga qo'shib beramiz dedik. Buni jami 6 milyon 50 ming so'm bo'ladi. Qaranglar. O'zi 5 milyon 200 mingga bir dana konditsioner oldingiz ve 6 milyon 50 ming so'mlik sovg'a tekinga qo'shib beriladi. Undan tashqari bordingiz, omadingizni sinab ko'rdingiz, 9 milyon so'mlik televizor yoki bir dana 2 metrlik xolodilnik utib olish uchun imkoniyatlaringiz bor. Boring bundan yaxshi 8 milyon 500 ming so'mlik konditsionerni utib oldim de, xolodilnikni utib oldim deng. 14 milyon 500 ming so'mlik. Aziz obunachilar, endi Dilli 305 texnikalar do'konina Davlatbek 300 kanalına ko'rib keldim deb turib, bir dana 5 milyon 200 ming so'mga konditsioner xarid etib olsangiz, 14 milyon 500 ming so'm sovg'a tekinga qo'shib beriladi desak ham adashman bo'lamiz. Sababi shu ko'rib turgan sovg'alar mutlaqo tekin. Undan tashqari Omadli doskadan bir dana sovg'alari bor. Eslatib o'tamiz. Dastavki plus ustalik xizmatlarimiz Qoraqalpog'iston, Xorazm bo'ylab mutlaqo tekinga bo'ladi aziz obunachilar. Davlatbek 300 kanalına abone bo'lmay kuzatib yurgan bo'lsangiz, abone bo'lib qo'ying, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Davlatbek 300 kanalini qo'llab-quvvatlashdan davom etinglar. Bundan ham zo'r aksiyalar, bundan ham zo'r sovg'alar sizlarni kutib turibdi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Adresimizga kerak Galadon bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida, To'rtko'l Buyum bozorini Kok markazida joylashgan bozorning oldi tarafından gelsanglar, Qo'sha darvozadan doğru girib kelasizlar. Bozorning yon tarafından gelsanglar, Dün chiqish darvozadan girib kelasizlar. Eng glavniy, adashma, eng onsat gelaman desanglar, bozorning orqa tarafında beton stenka bor. Beton stenkidan şimdi girdingiz, 10 qo'lda Dilli 300 magazinimizning glavniy filialida sizni shu yerda kutib olamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.